Behzodbek aka, aynan bu kishi Amerikada bostirib kirganini, urushda qatnashib, xullas nechta odam o'ldirgansiz desam soni yo'q deyapti. Legenda. Ha, aka. O'q degan joyingiz bormi? Yarador bo'lganmisiz? Siz haqiqiy qahramon ekansiz, o'q ham tegmagan. Yo'q, tegmagan. Yo'q lekin. Xullas o'zbeklarning xavfsizligini ta'minlash uchun tamo'jnida ishlar ekanlar. Shunaqa tajriba yo'q. Bemalol luboy o'zbek kelib savdo sohasini luboy narsa qilsa bo'ladi deyaptilar, xavfsiz deyaptilar. Cho'chimasin. Ha. Cho'chimaylar. 5 yildan beri shu joyda ishlayotgan ekanlar. Umuman hech qanaqa xavfli vaziyat bo'lmagan ekan. Haligacha. Bu yoq kishi Birinchi mahalla mana, eng katta shu katta ekan. boshlig'imiz. Katta boshliq. Assalomu alaykum. Ismim Nodir meni. Mani ismim Saidamidillo Habibiy. Voy mashalloh, zo'r. Tanishganimdan xursandman. Yuklar masalasi qanaqa bo'lyapti? Aynan yuklar masalasi tamo'jnida bojxonasida ko'p, nima yaxshi. bo'lyapti? Yuklar masalasi 5 yildan beri mana shu yerga hech xavfsiz ishda bo'lib yotdi. Mana bu motor o namozot kelib, o'ra xoli bo'lib ketib yotdi, kelib yotdi. Yuk ko'p yaxshi, ishlar yaxshi shu kunlar. Zo'r. Zo'r ko'p. 5 ta bojxona. Ha, 5 suhbatlari bor, bu 4-inchisi. Ha, o'rga 5-inchisi. 5 tasida ham hozir siz javobgarmi? 4tasiga olib 5ta 5-lanchisida borgan yo'q. 4tasiga cho'kuman javobgar. Voy mashalloh, zo'r. Aka, katta rahmat. Sizga ham rahmat. Juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Siz bilan suhbatlarimiz. Yana nimalar Afg'oniston bo'yicha sizlarga qiziq kommentariyada yozinglar, yoritib boramiz. Bo'ldi inshaalloh. Boringizga.